Oyoq qo'lingni sindirsam sindiramanki, lekin meni zurriyotlarimdan tilanchilar chiqmaydi. Erkakmisan, bor kerak bo'lsa menga demay arava tortib kuningni ko'rmaysanmi? Hoji, arava tortib yurgan, berib tura qoling, pul iltimos soya. Yo'q, bermayman. Masalaga aytganman, chaqqalog'iding otang rahmatli urib ketganlarida-da, hamma akanglarga aytganman. Kerak bo'lsa erkakmisan, bor, baklashkada choy soati bo'lsa ham Farxatskiga kuningni ko'rsang bo'ladi. Kuniga 10-15 ming top shuni yeymiz deganman. Oyi, endi unaqa qilmang. Yo'q. Har bir Alloh sabr qilgan odamga bitta kambag'allik tushdimi, Allohga yaqinlashtirsa bu mukofot. Allohdan uzoqlashtirsa bu jazo. Birdaniga bandalardan so'rab ketmasdi, keyin nima mendan so'raysan? Oyi, endi arava tortib yurmayman, yo'q demang. Bolam, qarada, beva boshim bilan sen chaqalog'iding. Bitta rasprodajdagi futbolkani olib bera olmaganimda ham birovga men yetim boqayapman, yo bo'lmasam pulim yo'q, bolalarimga kiyim olib bera olmayapman demaganman, uyalganman, ko'zimning yoshini birov ko'rmasin deb umrim o'tdi, ishonasanmi? O'zi Alloh o'sha sinovlarga sabr qilganim uchun mana bugungi kunda sizlarni davlat qilib berdi menga. Oyoq qo'lingni sindirsam sindiramanki, lekin meni zurriyotlarimdan tilanchilar chiqmaydi, birovga qarab turadiganlar chiqmaydi inshaalloh. Undan ko'ra ishla. Nima qilsang bilagingni kuchini ko'rsat. Nogironlar boshqa mavzu. Sen nogiron emassan-ku bolam.